xohlasa mana shuni qo'lla ishlashyapti. Materiallarimizni tushirib olganmiz, kelgan xohlasa materiallar. Hammasi o'sha Sergeli zavodning materiallari. Toshkent turbinli zavodniki. Bular stoykamiz uchun materiallarimiz ekan. Tolshinasi 2 stenkali 8 lik turba bo'ladi. 8 lik Toshkent turbinli zavodnikidan qilinadi. Diametri kattaroq bo'ladi bu pep zavodlarki. Bular lessa uchun 25 lik turbalarimiz. Bular ham kelib tushirilgan. Bular ham Sergeli zavodniki mana. Berkas. Toshkent turbinli zavod. 1.7. Boz 25 lik. Bunaqa. Bağda 4.2,5 profillarimiz. Bu Toshkent turbinli zavodniki. 1.7 stenka 4.2,5. Polni mana materiallardan chiqadi. Lessa, stoykalarimiz, profillar, kolonnalarga ham ishlatyapmiz. Bu 58 ligi. 57 lig deydilar. 2 stenkali bu ham. Stoykalarimiz ma'lumotini aytib o'taman. Har bittasi go standartda qo'yganlarida 2 tonnagacha yuk ko'taradi. Ba'dan 32 lik lessaniki. Bular ham Toshkent turbinli zavodniki. Turbinli zavodniki eng sifatli O'zbekiston bo'yicha. Ba'da xo'sh. Paddonlar chiqaryapti akamiz. Mana paddonda skrat sepilmagan holat. 6 stenkali lis bo'ladi. Svarkalari mana ko'rib ko'rgan mutaxassislar qiladi. Plankalar. Planka ham tom qismdagi plankadan qilinadi. 1 stenkali bo'ladi. Ko'pchilik mana biz ugolnik qo'yamiz. Nimasiga? 2-3 lik ugolnik qo'yamiz. Ko'pchilik jo'la listni bukib qo'yapti ekan. Adxod listlardan. Lekin ular qilmaymiz. Adatda ugolnik bo'ladi. Bitta kolonnalarimiz tayyor 30 ga 30lar. Sakatupkalar. Ular ishlashyapti.